Assalomu alaykum. Mana quyidagi zakazlarimizni jo'natyapmiz. Xo'p, ikkita bunkeri bor, охладитель, центробежный ventilyator. Ketdimi? Xo'p, ikkita mikserimiz tayyor bo'lgan. Klientga jo'natyapmiz mana. 2,5 kubli ikkita mikser. Birinchisi, ikkinchisi. Reduktorlarni, mo'shniylari, zo'rlar qo'yilgan. Motorlarni ham yangilari qo'yilgan mana. Охладителimiz. Bundan tashqari ikkinchi liniyamizda ham tayyor bo'lib qoldi mana. Mikserimiz, trabirka mana, kudu trabirka. Mo'shni zashovkalar bilan qilingan. Motorni yangisi qo'yilgan. Trabirka mana. Shinigalarimiz ham tayyor bo'ldi. Mikser, vertikalni mikserimiz. Bu komplekt, ikkita komplekt bo'lganligi uchun drabirka, kudu drabirkamiz bitta, ikkita. Hozir ikkalasini ham ko'rsataman. Mikserimiz ham ikkita. Mana o'shanikdan ham ikkitadan qilindi. Drabirkadan keyin solinadigan ham ikkitadan qilingan. Xo'p, drabirkaga tashab beradigan ularni chertoji bo'yicha yamasi bor edi. O'sha chuqurga moslashtirib mana ikkita qilindi, bitta, ikkita. Mana undan tashqari pasochni uskunamiz ham qilindi. Tagida lentalari, tarozisi qoldi, endi qilinadi. Xo'p, bunkeri 4 kublik. Boyaga ikkita mikser, ikkinchi sherigi mana. Ikkinchi drabirkani ikkinchisi mana. Tashqarida bittasi. Mana shu ikkalasiga yer sezib beradigan pasochni uskunamiz mana. Ikkita tarozilik bo'ldi. Xo'p, buni tagida bu bunker turadi. Bunkerda qopni qisadigan hamma narsasi bo'ladi. 10 kilodan 50 kilogacha qoplab beradigan pasochni uskunamiz mana. Xo'p, bu mikserimiz tayyor bo'lib qoldi. Drabirkamiz tayyor bo'ldi уже. Mana qopqog'i. Xo'p, bu drabirkamizda ukrainskiy drabirkadan farqi shundanki, pichoqlari ukrainskiy drabirkada pichoqlari 90 ta bo'ladi. Bizda 120 ta. Bu Germaniyani DM10 degan drabirkasidan olingan. Usti korpusi ukrainskiy drabirkadan olingan. Soatiga 5 tonnadan 10 tonnagacha don mahsulotlarni, har qanday don mahsulotlarni maydalab beradi. Setkasiga bog'liq. Mana qopqog'i. Bu mikserimiz mana. Mikserimizni ichini ko'rsataman. Spiralni variantda qilingan. Aralashtirish effekti 95% dan yuqori. Xo'p, mana yerda glazoklari bor. Spiralli. Sifati zo'r. Lislar, qalin lislar qo'yilgan. Truba, o'rtasidagi trubasi ham qalini qo'yilgan. Kimga pasochni uskunalar kerak bo'lsa, mikserlar kerak bo'lsa, kudu drabirkalar kerak bo'lsa, konveyer, shnekoviy konveyer, lentishli konveyer, skripkoviy konveyer, mikserlarning mana har xil turi bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Sifatini zo'r qilib, garantiyalari bilan qilib beramiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Podpiska bosishni unutmanglar.